qaysi yerda pashsha yo'q? Burungi zamonda Husayn Boyqaro degan podsho yashagan ekan. U vaziri Sheraliga qaysi yerda pashsha bo'lmaydi deb savol beribdi. Sherali hech o'ylanmasdan odam yo'q yerda pashsha bo'lmaydi deb javob beribdi. Shunday qilib bular ikkisi otga minib, odam yo'q yerlarni qidirib ketishibdi. Yo'l yursalar ham mo'l yurib bir sahroga chiqishibdi. Shu yerda biroz dam olmoqchi bo'lib o'tirishibdi. Sherali choy qaynatibdi. Ikkisi choy ichib o'tirgan vaqtda bir pashsha viz etib Husayn Boyqaroning piyolasi yonidan o'tib etagiga qo'nibdi. Husayn Boyqaro aytibdi: "Sherali, odam yo'q yerda pashsha bo'lmaydi der eding. Mana bu yerda pashsha uchib yuribdi-ku" debdi. Sherali: "Siz bilan biz odam emasmizmi?" deb javob beribdi. Husayn Boyqaro Sheraliga kissasidan 1000 tilla chiqarib berib, barakalla, yengding meni" debdi. Audiobook.uz internet magazini bolalar va kattalar uchun kitoblar taqdim etadi. O'zbek tilida Tohir va Zuhra, o'zbek xalq ertaklari. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda bir podshoh bor ekan. Uning farzandi yo'q ekan. Kunlardan bir kun o'ylab, xafa bo'lib o'tirsa, o'ng qo'l vaziri so'rabdi: podshohi olam, nega xafasiz?" Sharq ertaklari. Kunlardan bir kun bir sichqoncha tug'ilibdi. Bu sichqonning boshqalardan farqi shunda ekanki, uning bo'ynida oq qashqasi bor ekan. Abdulla Qodiriy, o'tgan kunlar. Kumushbibi uyqudan turib favqulodda bir holga uchraydir. Bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan. To'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar. Par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar. Kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir. Oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradir. Tavba. Umar Hayyom, turmush tasbehi. Ruboiylar. Ul kimu go'zallarga xandon lab bermish. Dard ahliga jigar qonun zab bermish. Qismatimiz shodlik bo'lmasa ne g'am. Shodmiz, chunki g'amni minglab bermish. Alpomish, o'zbek xalq dostoni. Burungi o'tgan zamonda 16 urug' Qo'ng'irot elida Dobonbiy degan o'tdi. Dobonbiydan Alpinbiy degan o'g'il farzand paydo bo'ldi. Alpinbiydan tag'in 2 o'g'il paydo bo'ldi. Katta konining otini Boy bo'ri qo'ydi. Kichkinasining otini Boy sari qo'ydi. Rus tilida Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Kattalar va bolalar uchun ertaklar. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир». Ivan Andreyevich Krylovning ma'lum va noma'lum masallari. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Alisher Navoiy. Hamsa. Hayratul Abror. Те дни, когда победоносный шах с врагами царства пребывал в боях,
Но керов верных сотни-две всего сопровождали шаха своего. В сражениях каждая его стрела смертельной для противников была. Ганс Христиан Андерсен. Qish ertagi. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Был 17-й день месяца Далуф 1264 года хиджры. Солнце зашло, со всех сторон неслись призывы муэдзинов к вечернему намазу. Известный в городе Маргелане караван-сарай, ворота которого обращены на юго-восток, был переполнен приезжими. Здесь останавливались обычно купцы из Ташкента, Самарканда, Бухары. Вернувшись после дневных забот под кров караван-сарая, его обитатели занялись приготовлением ужина. Во всех комнатах царило оживление, громкий разговор, хохот, шум такой, что казалось, вот-вот здание поднимется к небесам. В глубине двора находилось помещение понаряднее остальных. Ганс Христиан Андерсен. Bahor ertagi. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Zulfiya. Yurak hamisha yo'lda. She'r va dostonlar. Как душно в комнате. Я выхожу во двор, и светит мне звезда в тумане теплой ночи. Я знаю этот свет, я помню этот взор. Да это же твои глаза глядят мне в очи. Bizning audio kitoblarimizni shahringizdagi do'konlardan so'rang. Shuningdek, siz ularni audiobook.uz saytidan ham ko'chirib olishingiz mumkin. Mualliflik huquqlari va ular bilan hamkorlik masalalari bo'yicha audiobook.uz saytimizda ko'rsatilgan aloqa uchun ma'lumotlar bo'yicha murojaat etish mumkin.